U har doim ahmoq rolini o'ynagan, ammo real hayotda dunyodagi eng aqlli va boy aktyorlardan biri. Haqiqiy hayotda Rowan Atkinson Oksford universitetini tamomlaganini va ajoyib intellektga ega ekanligini kamdan kam odam biladi. U butun dunyo bo'ylab millionlab odamlar tomonidan sevilgan kamgap va beso'naqay qahramon janob Bin rolini o'ynab, butun dunyoga mashhur bo'ldi. Ammo uning aqli va boyligi kishini hayratga soladi. Rowan Atkinson 200 million dollarlik boylik orttirib, imperiya barpo qilgan. Yana Rowan Atkinson kuchli avtohavaskor bo'lgan. Uning kolleksiyasida noyob va aql bovar qilmaydigan darajada qimmat avtomobillar mavjud. Agarda shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, millionerlar safiga qo'shilishni, millionerlar klubiga obuna bo'lishni unutmang.